1xBet platformasining rasmiy saytiga yoki rasmiy ilovasiga kiramiz. Ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlaymiz. Bu yerda sizdan telefon raqami yoki elektron pochta manzili so'ralishi mumkin. O'zingizga tegishli va doim foydalanadigan ma'lumotlarni kiriting. Keyin kuchli parol yarating. Parolni hech kimga bermang va xavfsiz joyda saqlang. Agar ro'yxatdan o'tish vaqtida promo kod uchun alohida maydon mavjud bo'lsa, kerakli promo kodni shu joyga kiritishingiz mumkin. Bizning videolarimizda foydalaniladigan promo kod 1xBet Pro. Keyingi bosqichda sizga tasdiqlash kodi yuborilishi mumkin. Kelgan kodni tegishli joyga kiriting va ro'yxatdan o'tishni davom ettiring. Ma'lumotlarni kiritishda telefon raqami, elektron pochta manzili va boshqa shaxsiy ma'lumotlarni xatosiz yozish muhim. Chunki noto'g'ri ma'lumot keyinchalik hisobni tasdiqlash jarayonida muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish yakunlangandan so'ng shaxsiy profilingizga kirasiz. Hisobingizdagi ma'lumotlarni yana bir marta tekshirib chiqing. Platformadan foydalanishdan oldin uning qoidalari, shartlari va bonuslarga tegishli talablar bilan tanishib chiqishni tavsiya qilaman. Ayrim funksiyalardan foydalanish uchun shaxsni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Shuni ham unutmang, onlayn bukmeker platformalaridan foydalanish moliyaviy xavfga ega. Faqat qonuniy bo'lgan holatlarda va o'zingiz uchun belgilagan chegaralar doirasida foydalaning. Qarzga yoki oxirgi pulingizga o'ynamang. Diqqat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan.